Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensiya olayotgan har bir inson uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap 1,5 million so'm miqdoridagi to'lov kimga tegishi, kimga tegmasligi, qanday hujjatlar kerak bo'lishi va eng muhimi, odamlar qaysi xatolarga yo'l qo'ymasligi haqida ketadi. Bu ma'lumotni oxirigacha eshitmasangiz, ayrim muhim tafsilotlarni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Chunki bunday xabarlarda ko'pincha bitta jumla noto'g'ri tushuniladi va odamlar yo navbatda bekorga yuradi, yo o'ziga tegishli yordamdan bexabar qoladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu ma'lumotni ota-onangiz, bobo-buvingiz, mahalladagi pensioner tanishlaringizga ham yetkazib qo'ying. Men avvalo eng muhim narsani aniq aytib qo'yaman. Pensiya, nafaqa. Moddiy yordam yoki bir martalik to'lovlar haqida gap ketganda, odamlar ko'pincha har bir pensionerga pul berilar ekan degan gapni eshitadi. Lekin amalda har doim to'lovning manbasi, sharti, muddati, kimlar ro'yxatga kirishi va kimlar kirmasligi bo'ladi. Shu sababli 1,5 million so'm haqida eshitganingizda birinchi savol shunday bo'lishi kerak. Bu pul umumiy pensiyaga qo'shimchami, bir martalik yordammi? Bayram munosabati bilan beriladigan to'lovmi? Ijtimoiy himoya dasturi doirasidami yoki alohida toifadagi fuqarolarga ajratilgan mablag'mi? Oldin qanday edi? Oldin ko'p hollarda pensionerlar o'ziga tegishli imtiyoz yoki yordam haqida mahalla, bank, pensiya jamg'armasi yoki tanishlar orqali eshitardi. Kimdir vaqtida hujjat topshirardi, kimdir bilmay qolardi. Ayrim joylarda ma'lumot yetib bormasdi. Ayrim odamlar esa baribir menga tegmaydi deb murojaat qilmasdi. Natijada bir oilada yashayotgan ikki pensionerdan biri yordam olar. Ikkinchisi esa shartlarni bilmagani uchun olmasligi mumkin edi. Hozir nima o'zgardi? Hozir davlat xizmatlari, mahalla tizimi, ijtimoiy himoya organlari va elektron ma'lumotlar bazalari ko'proq bog'lanmoqda. Ya'ni odamning pensiya olishi, nogironlik holati, yolg'iz yashashi, daromadi, oilaviy sharoiti, ro'yxatda turishi kabi ma'lumotlar tekshirishi mumkin. Bu bir tomondan yaxshi. Chunki haqiqatan ham yordamga muhtoj odam aniqlanishi osonlashadi. Ikkinchi tomondan, agar hujjatlarda xato bo'lsa, yashash manzili yangilanmagan bo'lsa, bank kartasi faol bo'lmasa yoki arza kerak bo'lgan joyda arza berilmasa, pul kechikishi yoki umuman chiqmasligi mumkin. Endi men behibilgan so'm masalasini oddiy tilda bo'lib tushuntiraman. Agar rasmiy qaror yoki mahalliy dasturda pensionerlarga 1,5 million so'm degan to'lov belgilangan bo'lsa, odatda bu 3 xil shaklida bo'lishi mumkin. Birinchisi, barcha pensiya oluvchilarga bir martalik to'lov. Ikkinchisi, faqat muayyan toifadagi pensionerlarga yordam. Uchinchisi, ehtiyojmand, yolg'iz, nogironligi bor yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj pensionerlarga ajratiladigan moddiy yordam. Farq juda katta. Chunki birinchi holatda pensioner ekaningizning o'zi yetarli bo'lishi mumkin. Ikkinchi va uchinchi holatda esa qo'shimcha shartlar bo'ladi. Masalan, birinchi misolni olaylik. Toshkent viloyatida yashaydigan 18 yoshli otaxon oyiga 1,200,000 so'm pensiya oladi. U turmush o'rtog'i bilan yashaydi. Ikkalasi ham pensiya oladi. Agar to'lov haqiqatan ham barcha pensionerlar uchun umumiy bo'lsa, ularning har bir alohida olishi mumkin. Otaxon 1,5 million so'm, onaxon ham 1,5 million so'm. Jami oilaga 3,000,000 so'm tushadi. Lekin agar to'lov ehtiyojmand oilaga bir martalik yordam deb belgilangan bo'lsa, unda pul har bir pensionerga emas, oilaga bir marta berilishi mumkin. Mana shu farqni bilmaslik odamlar orasida tushunmovchilik keltirib chiqaradi. Ikkinchi misol, Samarqandda 72 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda, o'zi doimiy davolanishga muhtoj, kommunal to'lovlar va dori-darmon xarajatlari ko'p. Agar 1,5 million so'm ijtimoiy himoya doirasidagi yordam bo'lsa, bunday onaxon birinchi navbatda ro'yxatga olinishi mumkin. Chunki u yolg'iz yashaydi. Xarajatlari yuqori, muntazam yordamga muhtoj. Lekin bu yer ham shart bor. Mahallada holat to'g'ri qayd etilgan bo'lishi, yashash manzili aniq bo'lishi, shaxsiy hujjatlar tartibda bo'lishi kerak. Uchinchi misol, Farg'onada yashaydigan pensioner ota 65 yoshda, lekin u pensiyadan tashqari kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Ijaradan daromadi bor yoki oilasida bir necha ishlovchi farzandlar bilan birga yashaydi. Agar dastur faqat kam ta'minlangan va ehtiyojmand pensionerlar uchun bo'lsa, u kishi ro'yxatga kirmasligi mumkin. Bu yomonlik yoki adolatsizlik degani emas.
ijtimoiy yordamning maqsadi eng avvalo yordamga eng muhtoj qatlamni qo'llab-quvvatlashdir. Shuning uchun har bir xabarni hamma oladi deb emas. Qaysi shart bilan beriladi deb tekshirish kerak. 4-misol. Qoraqalpog'istonda yashaydigan 70 yoshli pensionerning bank kartasi muddati tugagan. Pensiya ilgari pochta orqali kelgan, keyin karta ochilgan. Ammo karta ishlamay qolgan. Agar 1.500.000 so'm avtomatik tarzda pensiya kartasiga tushadigan to'lov bo'lsa, karta muammosi sababli mablag' kechikishi mumkin. Odam menga bermadi deb o'ylaydi. Aslida esa bank rekviziti yoki karta holati bilan bog'liq masala bo'ladi. Shuning uchun pul chiqishi haqida xabar bo'lsa, birinchi bo'lib kartangiz faolmi, pasport ma'lumotingiz yangimi, telefon raqamingiz bankda to'g'ri ko'rsatilganmi, shuni tekshirib oling. Kimlar xavotir olish kerak? Avvalo hujjatlarda nomuvofiqlik borlar. Masalan, pasport yoki ID karta yangilangan, lekin bankda eski ma'lumot qolgan. Yashash manzil boshqa joyda, amalda esa boshqa mahallada yashaydi. Pensiya kartasi boshqa bankda ochilgan, yangi karta olingan, lekin pensiya tizimida eskisi turib edi. Yoki odam vasiylik, nogironlik, yolg'iz yashash holati bo'yicha ro'yxatda turadi, lekin ma'lumot bazada yangilanmagan. Bunday holatlarda pul chiqsa ham aniqlashtirishga tushib qolishi mumkin. Kimlar ko'p xavotir olmasligi mumkin. Agar siz pensiyani muntazam olayotgan bo'lsangiz, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pasportingiz amalda bo'lsa, yashash joyingiz aniq bo'lsa, mahallada ro'yxatingiz to'g'ri bo'lsa, odatda jarayon ancha oson kechadi. Lekin men baribir bitta narsani tavsiya qilaman. Hech qachon faqat mish-mishga ishonmang. Mahalla raisi, hokimlikning rasmiy sayfasi, pensiya jamg'armasi bo'limi, ijtimoiy himoya organi yoki bank orqali tekshiring. Chunki bugun hammaga pul tarqatilyapti degan gaplarning hammasi ham to'g'ri bo'lavermaydi. Endi istisnolar, yashirin nozik jihatlar va odamlar ko'p adashadigan joylarni aytaman. Birinchi nozik masala. Har bir pensioner degan ibora har doim ham istisnosiz hamma degani emas. Ayrim qarorlarda pensionerlar ichida alohida toifalar ko'rsatiladi. Masalan, yoshga doir pensionerlar nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchilar, urush yoki mehnat faxriylari, yolg'iz keksalar, ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar. Agar siz qaysi toifaga kirishingizni bilmasangiz, pul sizga tegishli yoki tegishli emasligini ham aniq bila olmaysiz. Ikkinchi nozik masala, bir martalik to'lov bilan pensiya oshishi bir xil narsa emas. 1500 so'm bir marta berilsa, bu keyingi oylarda pensiyangiz 1.500.000 so'mga oshadi degani emas. Masalan, siz 1.300.000 so'm pensiya olsangiz, bir oy 1.500.000 so'm qo'shimcha tushishi mumkin va o'sha oy jami 2.800.000 so'm bo'ladi. Lekin keyingi oy yana odatdagi pensiya miqdori tushishi mumkin. Ba'zi odamlar esa buni doimiy qo'shimcha deb tushunib, xarajatlarini oldindan rejalashtirib yuboradi. Bu xavfli. Chunki bir martalik yordamni uzoq muddatli daromad deb hisoblash to'g'ri emas. Uchinchi nozik masala ro'yxatga kirish tartibi. Ayrim to'lovlar avtomatik beriladi. Ya'ni siz hech qayerga bormaysiz. Tizim sizni aniqlaydi va mablag' kartangizga tushadi. Ayrim to'lovlar esa ariza asosida beriladi. Ya'ni siz mahallaga, ijtimoiy himoya bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz kerak. Agar odam o'zi tushar ekan deb kutib o'tirsa, lekin aslida ariza talab qilingan bo'lsa, u muddatni o'tkazib yuborishi mumkin. Aksincha avtomatik to'lov bo'lsa, ortiqcha hujjat ko'tarib idoradan idoraga yurishning hojati yo'q. 4-nozik masala firibgarlik. Men buni alohida ta'kidlayman. 1.500.000 so'm haqida xabar tarqalganda firibgarlar ham faollashadi. Ular pul chiqarib beramiz, ro'yxatga kiritamiz, kartangizni tasdiqlash kerak, SMS kodni ayting, plastik kartangiz raqamini yuboring deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Hech qachon SMS kodni, bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini, PIN kodni yoki ilovaga kirish parolini hech kimga bermang. Davlat organi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir pul evaziga ro'yxatga kiritaman desa, bu ham katta xavf belgisi. Rasmiy yordam uchun pora yoki xizmat haqi talab qilinmasligi kerak. 5-nozik masala, bir xonadonda bir nechta pensioner yashashi. Bu yerda ham dastur shartga qaraladi. Agar to'lov shaxsga bog'langan bo'lsa, har bir pensionni alohida olishi mumkin. Agar to'lov oilaning ehtiyojmandlik darajasiga bog'langan bo'lsa, unda umumiy oilaviy holat tekshiriladi. Masalan, bir uyda ota, ona, o'g'il, kelin va 2 nabira yashaydi.
Ota-onaning ikkalasi pensioner, lekin o'g'il va kelin ishlaydi, uyda. Avtomobil bor, rasmiy daromad yetarli. Bunday holatda ehtiyojmandlik mezoni bo'yicha yordam berilmasligi mumkin. Boshqa oilada esa 2 pensioner yolg'iz, dori xarajatlari ko'p, uy eski, daromad faqat pensiya. Bu oilaning yordam olish ehtimoli yuqoriroq bo'ladi. 6-nozik masala. Vaqtinchalik ro'yxat va doimiy yashash joyi. Ba'zi pensionerlar farzandinikida yashaydi, lekin doimiy ro'yxati boshqa tumanda. Pul qaysi hudud orqali ajratilishi, qaysi mahalla ro'yxatida turishi, qayerda ijtimoiy holati o'rganishi muhim bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner Andijonda ro'yxatda, lekin Toshkentda qizi bilan yashaydi. Mahalladagi ro'yxatda u Andijonda ko'rinadi, amalda esa boshqa joyda. Shunda murojaat qaysi hududda qilinadi? Hujjatlar qayerdan olinadi? Buni oldindan aniqlash kerak. 7-nozik masala. Qarzdorlik va bankdagi ushlanmalar. Ba'zan odamning plastik kartasida kredit, aliment, sud qarori yoki boshqa majburiy undiruvlar bo'lishi mumkin. Agar yordam puli oddiy bank kartasiga tushsa, ayrim holatlarda bank yoki ijro tizimi bilan bog'liq ushlanmalar yuzaga kelish ehtimoli bor. Bu masala to'lovning huquqiy maqomiga bog'liq. Shuning uchun agar sizda kredit qarzi, ijro hujjati yoki karta blokirovkasi bo'lsa, oldindan bankdan aniqlashtiring. Aks holda pul tushganini ko'rasiz, lekin undan foydalana olmaysiz yoki bir qismi ushlab qolinadi. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, xabar manbasini tekshiring. Agar 1.500 million so'm haqida eshitgan bo'lsangiz, avvalo kim e'lon qilganini aniqlang. Rasmiy qarormi, hokimlik xabarimi, mahalla orqali berilgan ma'lumotmi? Pensiya jamg'armasi izohimi yoki faqat Telegramdagi noma'lum kanal yozgan gapmi? Rasmiy manba bo'lmasa, shoshilmang. Shoshilish ko'pincha xatoga olib keladi. Ikkinchi qadam, o'zingiz qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami? Siz yolg'iz yashaysizmi yoki oilangiz bilanmi? Siz ijtimoiy himoya reyestrida bormisiz? Sizning mahallangizda ehtiyojmand sifatida ro'yxatga olinganmisiz? Mana shu savollarning javobi sizga yordam puli tegishli yoki tegishli emasligini aniqlashda juda muhim. Uchinchi qadam, hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, yashash joyingiz bo'yicha ma'lumot. Agar nogironlik bo'lsa, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat. Yolg'iz yashash holati bo'lsa, mahalla ma'lumotnomasi. Zarurat bo'lsa ariza. Hamma joyda ham bu hujjatlarning barchasi so'ralmaydi, lekin tayyor bo'lsa, ishingiz tezlashadi. 4-qadam, mahallaga murojaat qiling. Men odamlarga avvalo mahalla bilan bog'lanishni maslahat beraman. Chunki ko'p ijtimoiy yordamlar hududiy ro'yxatlar orqali yuritiladi. Mahallaga borganingizda umumiy gapirmang. Aniq so'rang. 500 ming so'mlik to'lov bo'yicha ro'yxat shakllanyaptimi? Bu to'lov kimlarga beriladi? Ariza kerakmi yoki avtomatik tushadimi? Men qaysi toifaga kiraman? Qanday hujjat olib kelishim kerak? Muddat qachongacha? Shunday so'rasangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. 5-qadam, pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy himoya bo'limidan aniqlashtiring. Agar mahallada aniq javob berilmasa yoki sizning holatingiz murakkab bo'lsa, tuman bo'limiga murojaat qiling. Masalan, siz pensiya olasiz, lekin kartangiz boshqa bankda yoki yaqinda boshqa hududga ko'chdingiz, yoki nogironlik guruhi yangilangan, yoki pensiya hujjatlarida familiya, ism, tug'ilgan sana bo'yicha xatolik bor. Bunday holatlarda rasmiy bo'limdan yozma yoki aniq og'zaki izoh olish kerak. 6-qadam. Bank kartangizni tekshiring. Kartangiz muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi? Telefon raqamingiz to'g'rimi? Mobil ilovaga kira olasizmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Agar pensionerning o'zi bankka bora olmasa, yaqinlari yordam berishi mumkin, lekin karta parolini, SMS kodini boshqalarga berish masalasida juda ehtiyot bo'lish kerak. Yaxshisi, bankning rasmiy filialiga borib, xodim orqali tekshirish. 7-qadam. Ariza yozish kerak bo'lsa, arizani to'g'ri yozing. Arizada kimga murojaat qilayotganingiz, familiya, ism, sharifingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya olishingiz, oilaviy holatingiz. Yordam so'rash sababi aniq ko'rsatiladi. Masalan, men yoshga doir pensiya olaman, yolg'iz yashayman, dori-darmon xarajatlarim yuqori,
1.500 ming so'mlik moddiy yordam bo'yicha holatimni o'rganib, belgilangan tartibda yordam ajratishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar hujjat topshirsangiz, qabul qilingani tasdiqlovchi belgi, ro'yxat raqami yoki mas'ul xodimning ma'lumotini olib qo'ying. 8-qadam. Muddatlarni o'tkazib yubormang. Ayrim yordamlar bo'yicha ro'yxat qisqa muddatda shakllanadi. Masalan, 1 hafta, 10 kun yoki oy oxirigacha. Odamlar ko'pincha keyin boraman deb yurib, ro'yxat yopilgandan keyin keladi. Shuning uchun xabarni eshitgan kuningizning o'zida aniqlashtiring. Agar o'zingiz bora olmasangiz, farzandingiz, qo'shningiz yoki ishonchli yaqin insoningizdan yordam so'rang. 9-qadam, rad javobi bo'lsa, sababini so'rang. Sizga tegmaydigan gapning o'zi yetarli emas. Nima uchun tegmaydi? Daromad sabablimi? Ro'yxatda yo'qligingiz sabablimi? Hujjat yetishmayaptimi? Hudud bo'yicha mos kelmaysizmi? Agar sabab hujjat kamligi bo'lsa, to'ldirish mumkin. Agar ma'lumot bazasida xato bo'lsa, tuzatish mumkin. Agar mezon bo'yicha mos kelmasangiz, unda boshqa ijtimoiy yordam turi bor yo'qligini so'rashingiz mumkin. 10-qadam. Ma'lumotni yozib boring. Qaysi idoraga qachon borgansiz, kim bilan gaplashgansiz, qanday hujjat topshirgansiz, qanday javob olgansiz, hammasini daftar yoki telefonda qayd qiling. Bu ayniqsa keksalar uchun juda foydali. Chunki bir necha idoraga borganingizda gaplar aralashib ketishi mumkin. Yozib borsangiz, keyingi murojaatda aniq gapirasiz. Yana bir muhim tavsiya, yordam puli tutsa, uni ehtiyotkorlik bilan sarflang. 1.500 ming so'm bugungi sharoitda katta yordam, lekin u tez tugab qolishi ham mumkin. Men pensionerlarga birinchi navbatda zarur dori-darmon, kommunal qarz, oziq-ovqat, tibbiy ko'rik yoki qishki ehtiyojlar uchun reja qilishni maslahat beraman. Masalan, 500 ming so'mni dori-darmonga, 400 ming so'mni kommunal to'lovlarga, 400 ming so'mni oziq-ovqatga, 200 ming so'mni favqulodda xarajatga ajratish mumkin. Albatta, har bir oilaning sharoiti boshqacha, lekin pul kelishi bilan keraksiz xaridlarga sarflab yubormaslik kerak. Men yana bir hayotiy holatni aytaman. Ba'zi pensionerlar pul tushganini eshitib, qarindosh urug'ning iltimosi bilan darhol qarz berib yuboradi. Keyin o'zi doriga yoki oziq-ovqatga qiynaladi. Yordam puli, ayniqsa ijtimoiy yordam. Birinchi navbatda pensionerning o'z ehtiyoji uchun. Shuning uchun farzandlar ham buni to'g'ri tushunishi kerak. Ota-onaga tushgan mablag'ni oilaviy umumiy pul deb emas, ularning sog'ligi va hayoti uchun ajratilgan yordam deb qabul qilish kerak. Agar siz pensionerning farzandi bo'lsangiz, men sizga alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz bunday ma'lumotlarni har doim ham to'liq tushunmasligi mumkin. Ularni ayblamang, shoshiltirmang, qo'rqitmang. Tinchgina hujjatlarni tekshiring. Kartasi ishlayaptimi ko'ring. Mahallaga birga boring. Rasmiy manbadan aniqlang. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalar firibgarlar uchun oson nishon bo'lib qoladi. Ularning telefoniga kelgan shubhali xabarlarni tekshirib turing. Demak, 1.500 ming so'm haqidagi xabar juda muhim. Lekin uni to'g'ri tushunish kerak. Eng asosiy savollar shular. Bu pul hammagami yoki alohida toifagami? Avtomatik tushadimi yoki ariza kerakmi? Qaysi hujjatlar so'raladi? Muddat qachongacha? Karta va shaxsiy ma'lumotlar tartibdami? Men sizga shuni maslahat beraman. Mish-mishga ishonmang. Rasmiy manbadan tekshiring. Mahallaga aniq savollar bilan murojaat qiling. Hujjatlarni tayyorlang va firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar bu ma'lumot siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va izohlarda yozib qoldiring. Sizning hududingizda 1.1 ming so'm bo'yicha qanday ma'lumot berilyapti? Kimlarga tegishi aytilyapti? Ariza so'ralyaptimi yoki avtomatik tushishi aytilyaptimi? Siz yozgan izohlar boshqa pensionerlarga ham yordam beradi. Ma'lumotni yaqinlaringizga ulashing, chunki bitta to'g'ri tushuntirilgan xabar kimningdir haqqi vaqtida olinishi va kimningdir firibgarlardan saqlanishiga sabab bo'lishi mumkin.